Qiynalib pul topgan odam shu pulini qanday ishlatish to'g'risida juda ham ko'p bosh qotiradi. Assalomu alaykum. Hurmatli Tunika Phone Center kanalini doimiy ravishda kuzatib boruvchi qadrli vatandoshlar, barchalarga salomatchilik, tinchlik, xotirjamlik tilagan holda biz navbatdagi xizmatimizni yakuniga yetkazib, e'tiborlarga havola etishga harakat qildik. Do'stlar, diqqat qilasizlar, bu joyda juda ham go'zal ish bo'lgan. Layklarni bosib ko'rasizlar, gumburlatib, kommentariyada o'zinglarning fikrlarni qoldiringlar. Ishimiz sifati qanday chiqqani to'g'risida fason qanday yarashgani to'g'risida ham albatta kommentariyada o'zinglarning fikringlarni qoldirib ketinglar, qadrdonlar. Xudo xohlasa bu ishimiz juda ham bomba go'zal holatda chiqqan. Xo'p, do'stlar, bu xizmatimizni Namangan viloyati Mingbuloqda yakuniga yetkazib berdik. Xo'p, oq rangga mokriy rangdan foydalanganmiz. Trendiy fason, pianino fasonimizdan bo'lgan qadrdonlar. Ko'rishinglar mumkin. Bu joyda turba tarnovlarini ham qilib berganmiz. Xo'p, do'stlar, bu joyga qancha tunuka rasxod qildik? 214 kvadrat tunuka rasxod qilganmiz. 54 metr tarnov qo'yib berganmiz. 38 metr turba qo'yib berganmiz qadrdonlar. Xo'p, tunuka fonimizni 135 ming so'mdan, tarnovlarimizni esa 55 ming so'mdan, turbalarimizni esa 50 ming so'mdan qilib berdik. Xo'p, xizmatlarimiz vodiy bo'ylab amalga oshiramiz qadrdonlar. Agar vodiydan bo'lsangiz, uyingizga maynaqa sifatli tunuka fon qidirayotgan bo'lsanglar, umuman ikkilanishga hojat qolmadi do'stlar. Bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Xo'p, 214 kvadrat tunuka fonimiz 135 ming so'mdan, 54 metr tarnovimiz 55 ming so'mdan, 38 metr turbamiz 50 ming so'mdan, bir komplekt oynamiz 250 ming so'm, bir dona lustra 700 ming so'm bo'ldi. Qadrdonlar, jami bo'lib 34 million 710 ming so'm bo'ldi. Hozirgi kursda dollarga hisoblasangiz 2800 dollar